Uzun HTML dersidagi 15 qism HTML uchur jadvali, ya'ni form. Uchur jadvali ko'plagan uchur jadvalini o'z ichiga oladigan jadval hisoblanadi. Uchur jadvali elementlaridan tekst kirgizgich, taqtanlash ko'nikmasi, ko'p tanlash ramkasi va tortilim tizimlik qatorliqlar bor bo'lib, tor abonentning uchur kirgizishi va tanlashiga yetakchilik qildi. Uchur jadvaliga forma orqali aniqlik beramiz. Masalan, shu so'z qoldirish daftari desak, so'z qoldirish daftariningki shu tordashlar uchur yo'llaydigan qismidagi mazmunlarni shu forumning ichiga olamiz. Andan keyin kirgizish xat kuchi deganda birinchi xil tekst rayoni, ya'ni tekst fayl kirgizgich deymiz. Mana misol qaraydigan bo'lsak, birinchisi mana bu type degan buning tipi tekst deb tanlandi. Buningki mazmuni first name degan mazmunni o'z ichiga olgan bo'lsa, ya'ni mana bu familiyangiz, o'zingizning ismi degan gap bo'ldi. Undan keyin ostidagi tekstning tipimi o'xshashlar tekst. Bu tekst kirgizish deganda mana bu qismga masalan Ahmad Mardan deb mana tekst kirgizishga bo'ladi. Andan keyin ikkinchisi taqtanlash, ya'ni radio button ko'nikmasi deganga qarta mana qaraydigan bo'lsak, buningki tipi radio, buningki nomi sex, ya'ni jinsi, male er, female ayol. Mana qaraydigan bo'lsak, taqtanlash deganda ma'ni tanlasak, ma'ni tanlangan uchida cho'qim bu ikkidan birini tanlaymiz. Albatta buni 3-4 ning ichidan birini tanlasakmi, 5-6 ning ichidan birini tanlasakmi bo'ldi ekan, faqat shu belgilangan turning ichida birini tanlaydi. Üçüncüsü ko'p tanlash, ya'ni checkbox ramkasi deymiz. Bunun qaraydigan bo'lsak, buningki tipi checkboxes deb aniqlab berilgan inputniki. Andan keyin masalan meningki ismi velosiped bike, meningki ismi car mashina deb berilgan bo'lsa, mening velosipedim bor, mening mashinam bor deganda buni kodga qaraydigan bo'lsak, mana mening velosipedim bor degan tanlashgan bo'ladi, mashinam bor deganim tanlashgan bo'ladi. Ikkilisini yoki xohlagan birini qo'yib, birini o'chirib olsak, bu ko'p tanlashgan bo'ladi. Andan keyin uchur jadvalning harakat xarakteri, ya'ni action va jazmlash ko'nikmasi, tor abonenti jazmlash ko'nikmasi yo'llashni bosgandan keyin kirgizilgan mazmun yana bir hujjatga yo'linib bir taraf qilinadi. Uchur jadvalning harakat xarakteri dal mazmun yo'linadigan yana bir hujjatni belgilash ishlatiladi. Bu nima deganda masalan, uchurlarni biz to'ldirib bo'lgandan keyin bir yo'llash ko'nikmasi orqali yo'llasak, bu mush uchurni bir taraf qilgan betga almashadi. Masalan, bu inputniki actionni misol qaraydigan bo'lsak, a'zonomni kirgizing degan bo'lsa, a'zonom degan yerga uzdil.com deb bunda kirgizgandan keyin yo'llash degan ko'nikmani bossak, buni asli kodga qaraydigan bo'lsak, bu forumning ichki qismiga ilindi. Buningki yo'llangan hujjat form action php degan hujjatga yo'linib, shu hujjat ichida hozir mani bossam, mana ichidagi mazmunni mayaki qimmatga yuklagandan keyin hujjatga yo'llab berdim. Hujjat oldidagi yuklangan qimmatni bir taraf qildi. Bu yerda bir tekst kirgizish ramkasi, bu yerda bir dona knopka ishlatilib, shu iqtidor amalga oshirilgan.